2 yil akademiyada arabiy kitoblarni fors tiliga tarjima qilish vazifasida ishladim. Keyin ko'zlarim operatsiya bo'lib, kitob o'qishga yaramaydi deb doktorlar spravka berishdi. Men qamalganimdan keyin kitoblarim musodara qilinib, frontdan olgan dokumentlarim ham kitoblar ichida yo'qolib ketdi. Davlat frontga borganlarni qadrlab, ularga ko'p imtiyozlar berar edi. Shu sababdan men ham harakat qilib, gospital bergan dokumentning nusxasini oldirib keldim. Xulosai kalom shuki, hozir 2-guruh nogironi bo'lib, 97 so'm pensiya tayinlangan va o'z joyimda rohat bilan yashamoqdaman, deb Hoji Muhammadjon Qo'qondiy Hindustoniy so'zlab bergan ushbu sarguzasht qissaning magnit tasmasi va qo'lyozmasini bizga o'rganib chiqish hamda kitob shakliga keltirish uchun Hazratning o'g'illari Hoji Ubaydulloh tavsiya etdilar. Muhammadjon Hindustoniy domla bobomiz Imom Buxoriyning Al-Jomi as-Sahih hadislari to'plamini, Burxoniddin Marg'iloniyning Hidoya, Imom Azamning Fiqh akbar, Abdurahmon Jomiyning Sharh Mullo, Muhammad Fazlulning Mirqotul Mantiq asarlarini sharh qildilar. Usul Shoshi, Nurul Anvar va Muxtasar Maoni kabi asarlarni o'zbek va fors tiliga tarjima qildilar. Ayniqsa domlaning Abdul Qodir Bedil g'azallarini sharhi tahsinga sazovor bo'ldi. Bundan tashqari Muhammadjon domlaning ilmiy ma'ruzalari yuzlab magnit tasmalarga shogirdlari tomonidan yozib olindi. Bu ma'ruza va suhbatlar tafsir, hadis, fiqh, islom tarixi, tasavvuf, adabiyot va odob axloq haqidadir. Muhammadjon Hindustoniy domla 1989-yil 97 yoshlarida olamdan ko'z yumdilar. U kishi o'zi istaganidek Mavlono Yaqubi Charxiy mozoriga dafn etildilar. Musofir yo'llarida ilm deb yongan bir qalb edi. G'urbatlarda Qur'on ila yurgan qalb edi. Balxu Buxoro, Afg'on va Hind sari kezib, sabr ila mashaqqatni yenggan ulug' bir mard edi. Qamoq, hijrat, urushlarda so'nmadi iymon. Baytullohda ko'z yosh ila qildilar armon. Avlodlarga ilmlarin meros qilib, Hindustoniy hazrat edilar ilmi sulton.